Assalomu alaykum. Gruppamiz a'zolari, navbatdagi dravlkalarimiz tayyor bo'ldi. Ikkalasi ham mis motor, universal, qo'l quruq, donli mahsulotlar hammasini chiqaradi. Manzilimiz Qo'qon shahar. Bu mis motorligimiz hozirgi kunda narxi 2.800.000 so'm, viloyat markazigacha dastavkamiz bepul. Mana chiqarib ko'rsatamiz. Bittasida don chiqarib ko'ramiz, ikkinchisida hashe chiqarib ko'ramiz. 3 xil setkasi bo'ladi. Mana bunisi 1,5 li kepak qilib beradigan, yorma qilib beradigan, hasheliki o'zida. Universal. Qo'l quruq, farqi hech narsa tanlamaydi, chiqaraveradi. Hozir mana somon chiqarib ko'ramiz. Bunisida don chiqarib ko'ramiz. Keyin bunaqangi valsovka apparatlarimiz bor. Kimga kerak bo'lsa, zakaz bersalar yasab beraveramiz. Buni vazifasi listni dumalaq qiladigan, tushunmaganlarga. Listni buni nima qilib, mana dumalaq qilib beradi dravlkalarda. Kimga kerak bo'lsa, $300 narxi. Faqat zakazga yasab beriladi, tayyori bo'lmaydi. Mana hozir hashe chiqarib ko'rsatamiz. Shu. Olyaptimi? Boshladingmi? Hop, mana maydaligi. Gurgut cho'pdan ham kichkina qilib yubordim. Bemalol mol qo'yga bersalar ham bo'ladi. Buni e'tibor bergan bo'lsalaring, qo'lim bilan tiqqanim yo'q. Hashini shuni tashlab turibman, o'zi tortib kirib ketaveradi. Xavfsiz. Buni qilib qo'l bilan itarilmaydi, o'zi tortib kirib ketaveradi. Shunisiga ham e'tibor beringlar. Endi don chiqarib ko'ramiz. Bismillah. Mana qanchalik mayin qilib bergani mana mana uni bilan turibdi mana. Bu eng mayda setkasi. Shunday molga shuni sepib berilaveradi mana. Uni chiqyapti. 99% un. Mana bu changlardan ham ko'rsalaring bo'ladi mana. Changidan. Bo'ldi. O'chiramiz.